Bu yigit bilan savdo qilmang. U musulmon. Tinchlaning, nima bo'ldi? Bu odam musulmon. Siz Amerikada yashaysiz. U o'zi xohlagan dinga e'tiqod qila oladi. Siz shundaylarga qarshi kurashmaysizmi? Hozir emas. Men hozir sendvich buyurtma qilyapman. Menimcha, uni bu yerda ishlashga haqqi yo'q. Bu yerdan ket. Qo'y sen, men buni sotib olmoqchiman. Lekin sendan emas, tushundingmi? Naf bo'l va ularni xohlasang boshqa joydan sotib ol. Bu yerdan ketishimni xohlayapsizmi? Sen o'zing xohlagan har qanday do'konga borishing mumkin va u ham qaysi dinga e'tiqod qilishni o'zi hal qiladi. Men bu formani kiyib yurganimning sababi ham shu, toki hamma bu davlatda tinch yashay olsin. Salom, ser. Salom. Men John Keonis, ABC va bu siz nima qildingiz teleshousi. Yo'q, menimcha siz hazillashyapsiz. Bularning hammasi aktyorlik. Siz aytgan gaplar bu shunchaki qahramonlik edi. Yo'q janob, qahramonlar har xil bo'ladi. Ammo bu umuman qahramonlik emas edi. Bu shunchaki